Salom obunachilar, men sizlarga hozir o'z uyimni tanishtirib o'taman. Bu baytga qo'yilgan narsalarni ham aytib o'tib ketaman. Mana baytda hozir tagida mana oq temir, ustida qizil gilamcha, yonida nima bu ko'prik. Mana sekin o'tib ketaverasiz. Mana bu yerga yana tushish zinasi va ochilib yopiladigan mag'lubiyatga chiqib ketib bo'ladi. Ancha chiroyli turadi. Bu uyim 8 qavat bo'lib, 8-mashatgacha mana shu yergacha 8 qavat. Bu yoqda 4 ta xona bor. Hozir ichlarini ham ko'rsataman sizlarga. Pastga tushamiz. Bu birinchi qavati. Mana to'g'riga o'tsalaring, mana shunaqa narsasi bor. Orqaga qaytamiz, sekin o'tamiz. Yonida qopisi bor mana. Bu birinchi qavat. Hali qavatlarga narsa qo'yganim yo'q. Mana ikkinchi qavat. Ikkinchi qavat bu. Uchinchi qavat, to'rtinchi qavat, hozir nechinchi qavatga keldik? 5-chi qavatga kelibmiz. 6-chi qavat bu, 7-chi qavat, mana 8-chi qavatdan ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu 8-chi qavat. Uyni ichki dizayni mana voy gilamni yerga oldik. Yana bak yezamiz. Hozir men kreativman. Qizil gilamchani solib qo'yamiz. Bu ham ancha dizayniga qo'shilib turadi. Mana bakdan pechka kitoblar. Mana sandiqlarga ham narsa qo'yganim yo'q. Mana bu yerda mana bu yoqda divanim turadi. Divanim yonida kassa turadi. Yo'q, bu mashinadagi yo'q, bu kassa emas. Mana bu mumkin kassa. Hozir men sizlarga o'z kassani ko'rsataman. Voy. Hozir kassani ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. O'z kassam mana bu yerda tursa kerak. Mana kassam. Mana bu yerda hamma sandiqlarda shunaqalar bor. O'z kassam bu. Endi sizlarga sekin pastga tushib ketaveramiz bu yerdan. Mana 1-chi qavat, 8-chi qavat, 7-chi qavat, 6-chi qavat, 5-chi qavat, 4-chi, 3-chi, 2-chi qavatga keldik. Endi bu yerdan chiqqaningizda ana adela bu qizil chiziqni qo'yib qo'yganman o'zim. Mana sizlarga ko'rsataman. Vagonda borsak, vagonda borgandan ko'ra uchib borganimiz yaxshi. Vagonda borsak sekin yetib boramiz. Mana bu yerda qishloqda agar o'lib qolsam ham qishloqda o'rnatib qo'yaman. Va uyimga kelib olaman. Mana sendiga 3 ta X yozsalaring shu qishloq chiqadi. Ancha katta qishloq bu. Men sizlar bilan Minecraft mason tur. Xayr.